videoni qilishimdan maqsad ba'zi odamlar Said Azizni giroy qilib tashyapti. Lekin xalq aslida uni kim bo'lganini bilib olishi kerak. Meni ko'chada yaxshi tanishgani uchun yuzimni ko'rsatmayapman. Xo'p, Said Aziz qanaqa qilib kriminal avtoritet bo'lib qoldi deydigan bo'lsak, hammasi 2017-yilda boshlangan. 2016-2017-yilda Toshkent ko'chasini egallash uchun jinoiy guruhlar o'rtasida juda ham qattiq qarama-qarshiliklar bo'lib o'tdi. Asosiy da'vogarlar Murodxon To'rayev va Abbos Ko'chi. Ya'ni Abbos Ko'chi Murodxon To'rayev smatrashchiga aylanib borayotganchisi. Sahnada jinoiy to'dasining sardori. Tadbirkorlarning qarzdorlardan haqqini kuch yo'li bilan ma'lum bir ulush evaziga undirib berishi bilan mashhur. O'zbekiston jinoyat olamidagi taniqli shaxslardan biri. Kim? Maham Musur Gadyonish. Ashuni iltimos yozib o'ziga jo'natib yuboringlar. Mahan Toshkentda ko'cha rahbarlari hisoblangan Baxtiy Tashkinskiy va Abbos Ko'chani yaqiniga hujum qilgan odamlar ilgari Murodxon To'rayev ham ko'chaga qarovchi bo'lishini xohlamas edi. Bu unvonga o'zi ega bo'lmoqchi bo'lgan. Shu uchun ham 2018-yil 20-iyun kuni uni oldidan mefedron, kokain va sintetik moddalar topilgan. Shuningdek, Murodxon To'rayev ofisida foydalanilgan o'sha pistolet ham bo'lgan. Abdusalom Nazar bundan tashqari o'zini din peshvosidek ko'rsatib, lo'ttivozlik bilan shug'ullanib keladigan Abror Muxtorali bilan ham yaqin munosabatda bo'ladi. Said Aziz eng yaqin bratishkam. Qonga qon, jonga jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni, ukam meni. O'zbekistonda hozir nechta dram odamlar jinoiy to'da tuzishda ayblanib sudlanyapti. Ulardan eng mashhuri o'sha Said Aziz Medgaradov. U o'zi kim edi? Rostdan ham bu bola jinoiy guruh tuzganmi deydigan bo'lsak, bir vaqtlar uni yaxshi odam, adolatli, sportchi deb bilganim uchun uni atrofida bo'lib, yonida yurib, lekin o'qiyotgan kirishlarini ko'rib uzoqlashishimga to'g'ri kelgan. U bitta Oybek ismli tadbirkorni juda ham yomon ko'rardi. Bir kuni Oybekni boshqa tadbirkordan qarzi borligini bilib, ishga o'zi aralashdi. Oybekni ofisga chaqirib, bo'yniga $340,000 qarz qo'yib yubordi. Bundan tashqari ishratlarga berilib, tinimsiz narkotika degan bo'lib qoldi. Kaytga berildi xullas. Sportsmen bunaqa bo'lmaydi. Men uni krugidan chiqib ketganimga ancha bo'ldi. Lekin atrofidagi bolalar nega unga xizmat qilib yurganini tushunmayman. Umuman urushni bilmaydigan bolalarni ham talpa qilib tashashadi. Said Aziz bolalardan bittasi bilan gap talashib qolgan Sayfullo degan bolani ota-onasini oldida turib tashashgan. U bolani men taniyman. U ma'ushi bermaydigan, tinch yuradigan bola edi. Urgan bolalarni ham taniyman. Said Aziz aytgan gapini borib o'ylamay qiladigan bolalar. Urdisi uradi, so'ydisi so'yadi. Bu videoni qilishimdan maqsad ba'zi odamlar Said Azizni giroy qilib tashyapti. Lekin xalq aslida uni kim bo'lganini bilib olishi kerak. Meni ko'chada yaxshi tanishgani uchun yuzimni ko'rsatmayapman. Xo'p, Said Aziz qanaqa qilib kriminal avtoritet bo'lib qoldi deydigan bo'lsak, hammasi 2017-yilda boshlangan. 2016-2017-yilda Toshkent ko'chasini egallash uchun jinoiy guruhlar o'rtasida juda ham qattiq qarama-qarshiliklar bo'lib o'tdi. Asosiy da'vogarlar Murodxon To'rayev va Abbos Ko'chi, ya'ni Abbos Xo'jayev. Ular ko'chani asosiy shaxs unvonini talashishadi. Abbos Xo'jayev turli shaxslardan qo'rqitish va pul talab qilish bilan shug'ullangan. Tadbirkorlarga kirishalik qilish taklifini bosim bilan o'tkazib, katta miqdorda pul undirib kelgan. 2017-yilda Abbos Ko'chi qo'lga olinadi va katta miqdorda to'lamachilik bilan shug'ullanishda ayblanib qamalib ketadi. Abbos Xo'jayev o'yindan chiqdi. MMA ustasi Murodxon To'rayev smatrashchiga aylanib borayotgan edi. Sahnada uni ko'chaga qarovchilikdan olib tashlashni istovchi boshqa odam paydo bo'ladi. Said Aziz Saidaliyev O'zbekistonlik sobiq bokschi. Saidaliyev aralash yakka kurash sport klubining asoschisi. Medgaradov jinoiy to'dasining sardori. Tadbirkorlarning qarzdorlardan haqqini kuch yo'li bilan ma'lum bir ulush evaziga undirib berishi bilan mashhur. O'zbekiston jinoyat olamidagi taniqli shaxslardan biri. 1987-yil 24-may sanasida tug'ilgan. Xalq orasida Medgaradov nomi bilan mashhur bo'lgan tibbiyot shaharchasida yashab kelgan. Said Aziz Medgaradov o'zini vliyaniyasini kengaytirish uchun turli darajadagi kriminal avtoritetlarga hujum qilishni boshlaydi. Ulardan bittasi Maham nomi bilan mashhur Muhammadjon Qurbonov. Maham kim? Maham Musur Gadyonish. Ashuni iltimos yozib
o'ziga jo'natib yuboringlar. Maxan Toshkentda ko'cha rahbarlari hisoblangan Baxtiy Tashkentskiy va Abbos ko'chani yaqini bo'lgan. Odamlarni qo'rqitish, ulardan kuch orqali pul talab qilish bilan shug'ullangan. Hozirda Maxam qasddan tan jarohati yetkazish, mulk va mablag'larni noqonuniy o'zlashtirish ayblari bilan qamoqqa olingan. Saidaz Medgarodok o'zini viliyanasini kengaytirish uchun, yaxshiroq tanitish uchun hamma ishni Maxamdan boshlaydi. Uni bolalari Maxamga hujum qilib, uni do'pposlab ketishadi. Abbos ko'chani yaqiniga hujum qilgan Saidaz Medgarodok Murodxon To'rayev ham ko'chaga qaruvchi bo'lishini xohlamas edi. Bu unvonga o'zi ega bo'lmoqchi bo'lgan. Shu uchun ham 2018-yil 20-iyun kuni Aurum tungi klubi yaqinida Saidaz Medgarodok va uning guruhdoshlari Murodxon To'rayevga provokatsiya uyushtirib pichoqlab ketishadi. To'polon ishtirokchilariga, jumladan Murodxon To'rayevga ham bezorilik bo'yicha jinoiy ish qo'zg'atiladi. Murodga 16 million so'm shtraf solinadi. Lekin bu Saidazni qoniqtirmaydi, u keyingi hujumga o'tadi. Murodxon To'rayev gum atrofidagi Pablo kafesi yaqinida bitta ofisi bo'lardi. O'sha yil, ya'ni 2018-yil 25-noyabr kuni Saidaziz ana o'sha yoqqa hujum uyushtiradi. Soat 15:00 Murodxon To'rayev o'zini ofisida ikki o'rtog'i Ikron Saidov va Salohiddin Zununov bilan bilyard o'ynab turgan bo'ladi. Shu vaqtda bir to'da niqob taqqan shaxslar binoga bostirib kirishadi. Ularning qo'lida pichoq, dubinka, temir armatura va hatto pistolet ham bo'ladi. O'sha pistoletdan o'q ham uziladi. Maskali shaxslar Murodxon To'rayevning tanasini turli qismiga, jumladan orqasiga pichoq tiqishadi. Bilganlar biladi, bu jinoyat olamida simbolik bitta ma'noga egaki, endi u ko'cha avtoritetı bo'la olmas edi. Bu ishni Saidaz Medgarodok qilgani xalq orasida yaxshigina tarqaladi. U mashhur bo'lishni boshlaydi. Murodxon To'rayevga umuman tinch yashagani qo'ymaydi. Bu voqeadan keyin organ xodimlari o'sha maskali shaxslarni aniqlashga tushishadi. Ulardan bittasi tezda topiladi. Bu Abdusalom Nazarov edi. Abdusalom Toshkentdagi mehmonxonalardan bittasida narkotik moddalarni iste'mol qilayotganida tutib olingan. Uni oldidan mefedron, kokain va sintetik moddalar topilgan. Shuningdek, Murodxon To'rayev ofisida foydalanilgan o'sha pistolet ham bo'lgan. Abdusalom Nazarov jinoyat kodeksining 120-moddasi besoqolbozlikda ayblanib qamaladi. Nimaga Saidaz javobgarligi tortilmagan? Chunki u bitta ham ishni o'zi qilmagan. Ya'ni Murodxon To'rayevga qilingan hujumlar va boshqa jinoiy ishlar uni to'dasi tomonidan qilingan. O'zi bunga umuman aralashmagan. Murodxon To'rayevga bo'lgan hujum oldidan undan shubhalanmasliklari uchun u mamlakatdan chiqib ketadi. Shu sababdan unga to'g'ridan to'g'ri ayb qo'yish qiyin kechgan. Lekin qaytib kelganidan keyin Maxamga qilingan hujum uchun 1 yil koloniyada o'tirib chiqadi. U chiqqanidan keyin Murodxon To'rayev ko'cha avtoritetligidan chiqib ketgan edi. Qamoqdan chiqqanidan keyin Saidaziz Salimboyevcha va Baxtiy Tashkentskiyda yirik avtoritetlarning yig'imlarida paydo bo'ladi. Bu orada Buzrukov bilan kelishmovchilik ortidan Saidaziz shaykasi Buzrukka ko'chada do'pposlab ketadi. Xullas, har xil odamlardan kuch ishlatib, pul talab qilib, mol-mulkini tortib oladi. Shun bilan Saidaz Medgarodokka obro'si oshib borishda davom ettiradi. Katta jinoiy to'da rahbarlari uni ismini tilga olishni boshlaydi. Hattoki Qirg'izistonda jinoiy olam avtoriteti kamchilik bilan ham aloqalarni o'rnatadi. Bundan tashqari o'zini din peshvosidek ko'rsatib, lo'ttivozlik bilan shug'ullanib keladigan Abror Muxtor Ali bilan ham yaqin munosabatda bo'ladi. Saidaziz eng yaqin bratishkam. Qonga qon, jonga jon eng yaqin fidoyi o'rtog'im meni, ukam meni, Saidaz. Zalda birga shug'ullanamiz. Saidaz uchun turib beraman men. Saidaz mana shuni ham turib beradi. Yana nima kerak? Salimboyevcha Saidaz Medgarodokka Toshkentga smatrashchi qilishga harakat qiladi. Lekin 2023-yilga kelib hammasi tugaydi. 2023-yil dekabr oyida Toshkentda ko'cha bolalarini qo'lga olish bo'yicha katta reyd boshlanadi. Bu reyd jarayonida yuqorida ismlari tilga olingan odamlar hammasi qo'lga olinadi. Qo'lga olingandan keyin ularning hammasi o'zini oppoq farishtadek ko'rsatadi. Bu jinoyatchilarning faoliyati bilan notanish ba'zi odamlar bo'lsa, hattoki ularning tarafini oladi. Men vaqtida ularning qilayotgan harom ishlarini ko'rib, ularning krugidan chiqib ketgan edim. Ular o'zicha ko'cha avtoritetlari bo'lib, o'zicha qonun yaratib, zo'ravonlik bilan shug'ullanib kelishgan pastda yana. Haydovchi ortidan yetib kelgan 2 nafar shaxs orani ochiq qilmoqchi bo'lgandek, maxsus reydga jalb qilingan xodimlarga kurakda turmaydigan so'zlardan haqorat qilib, tahdid qila boshladi. Ya, o'zimni shu qonun vaqtida. Ha, ayturing. Yopganingiz. Ayturing. Yo'q, qo'ying. Nimaga qarab sindirib tashlaymani, qo'lingga $1000 pul beraman. Bo'ldi, aka, men ishim muhimmi? Ona, xodimmi, ona deyapman. Men ham xodimman, aka.
Yuqorida inspektor va haydovchi o'rtasidagi munosabatni ko'rdingiz. Vaziyat bu yigitlarning o'zlarini shunday tutishlari uchun arzirmidi? Axir xalqimizda bejiz aytilmagan. Biron bir ish qilishdan avval uning kelib chiqish sabablarini o'rganib, bilib, so'ngra munosabat bildirish kerak emasmi? Shuningdek, o'zini xodimman deb tanishtirgan mana bu shaxs yordamchi kuchlar kelgandan so'ng aslida hech qanday xodim emasligi ma'lum bo'ldi. Haydovchiga tegishli tartibda chora ko'rilib, Malibu avtomobili jarima maydonchasidan joy oldi. Qanchadan qancha qizlar ular tomonidan zo'rlangan, narkotik moddalarni saqlab kelishgan. Xullas, iflos odamlar zamonni giroyiga aylanishiga yo'l qo'yib bo'lmaydi. Qonun baribir ustuvor. Hurmat qilaman, lekin men bu odamga hech qachon ish buyurolmayman. U meni ukam emasdi. To'g'ri, bu ukalarimga ish buyurganim sababi hammasi bilan biznesim bor. Mana shu surishtiruv ishlari bo'ldi. Keyin men Telegramda bitta narsani iltimos qildim, o'shanda tergovchi, hurmatli rais etuvchilar anaqalarga tikib bering mana shu narsani. Odamlar bilan o'zimni olib berdim boriydi, Telegramda yozishgani. Menga qarz odamlarga qanaqa muomala qilganman, aka? Dilingizni ortib qo'ymang, qattiq gapirmaydi. Iltimos shularni ham tikib beringlar deb keldim. Hurmatli rais etuvchi ko'rsinlar haqiqatda. Men birovning puli uchun nimaga odamlarni so'karkanman, urarkanman, qo'rqitarkanman deb o'zimning pulimga yalinib o'tiribman, iltimos qilib. To'g'ri kelmaydi bir-biriga. Pullaringga ham hamma narsangga, hammani yillab yalintirasan, bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa pashqa hammang. Bo'lgan hammang. Bu oki kechqurun strel ko'ring, ajrashdingizga ham hamma surish gaplashib olamiz. Sizda ham gapim bor. Bu videolar hali boshlanishi, qolgan qismlarni hali tayyorlayman. O'zimni xavfsizlik uchun o'zgartirishga majbur bo'ldim. E'tibor uchun rahmat.